qizlari ayni daqiqalarda ayiqchaning ichida turgan holatda onajonlarini kutmoqdalar. Niyat qilgandim, onam tug'ilgan kunlarga yetib kelaman deb. Necha yildan buyon qatnaysiz Rossiyada? 25 yildan beri. Azob bo'lmasa rohat bo'lmaydi. Ketmagan endi deylar, lekin sharoit. O'zim niyat qilganman, hajga yuboraman onamni deb. Erim shunday kelganlar, Rossiya boramiz deganlar. Men ishonmaganman. Bir yilga yo bir marta yo ikki marta bo'larim bilan gaplashaydim. U ham Svязga borib zakaz qilaydi-da. Sizni ko'rib havasim kelgan, men ham niyat qilganman. Men bu kishini aytmoqchiman deganimga, men shu bilan sizga chiqdim. Qizimxumor opamiz yetib keldilar, onajon, qarsaklarni bemalol qo'lishlaringiz mumkin. Omad quchog'in ochib, davru davronim keldi, yo'qchiliklari qochib, aslida siz ekansiz, mening baxtu omadim, quyoshdek porlab turing, boshimdan